Assalamu alaykum. To'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumid Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qib, oldingi qismda Bassangun Pashshaxon bilan Yavuzbekning dala saylisiga chiqqanligi, bu jarayonda Pashshaxon bilan Malika Kunchechekning kichik vaqtida choy uchirilib qo'yganligini anglagandan keyin Yavuzbekning bek azoblanganligi, u og'inisining baxti uchun bu yurtni tarik etib ketmoqchi bo'lish qaroriga kelgan yeri kep to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. 4-bob yomon tush. Shu kuni kechda Jalol shayx xubdan namozida o'g'lining masjidda yo'qligini sezdi. U namozni tugatib uy xizmatchisining hamrohligida uyiga aldirab qaytdi. Xizmatchi Yavuzbekning o'zining hujrasida jay namoz ustida Qur'on tutqunicha uxlab qolganligini aytdi. Jalol shayx bichara o'g'lining kichik chaqlarida doim oqshomlari uyda yolg'iz qolganda uning ashundoq jay namoz ustiga chiqib olib, Qur'on tutilib o'ltiradigan balaliq umoq chaqlarini eslab, ko'ziga issiq yosh oldi. U hujraga asta kirib, o'g'lini uyg'otib etmaslik uchun uning yiniga berib o'ltirdi. Yavuzbek Qur'onni quchoqlagan peti yenik tinib uxlayotdi. U shu topda tush ko'ryotdi. Tushida Yavuzbek nurg'un odamlar bilan bir bog'da sayli qilyotdi. Ularning orasida podshoh va uning vazir vuzrolari bor edi. Bir chaqda xon oq ujma usulg'an bir oltin qachini Bassangun Pashshaxonga sung'udek. Pashshaxon tazim qilib sovg'ini olgandan keyin amdi yey deb turishiga osmonni qora bulut qoplab, zaminni tuman bosqudek. Shu asnoda bog'ning shimoliy ishigidan bir seriq qovon bo'ynidagi uzilgan zanjirni so'riginicha shiddat bilan itilib kelib Pashshaxonni tishlab olgudek. Pashshaxon Yavuzbekka oltin qachini sunib berib, qovon bilan elishayotgudek. Qovonning yuzidagi tuklar uning qon timib turgan og'zini yipib olgan bo'lib, yingay tishlari monaman deb chiqib turarmish. Yavuzbek achchiqqa chidamay ushqandek seriq qovonning adibini bergili borsa, kallasining yerimini qutur bosgan u lalma it Pashshaxonni so'rab mengayotgudek. Yavuzbek do'stining bundoq holatini ko'rib chidamay vaqirgudek. Mushu chaqda Yavuzbek "Pashshaxon! Pashshaxon!" deb vaqirganicha uyg'onib ketdi. Jalol shayx chiliq-chiliq qora ter bosgan o'g'lining peshonisini surtibdi, uning qizitmasining yuqurlab kavobdek bo'lib ketganligini bildi. "Nima bo'lgansan, jigirim bolam? Sana dori tangshab beray", dedi Jalol shayx o'rnidan turishga tamshilib. "Hechqisi yo'q ata. Tushda iqin suda uzun turib qaptiman. Azroq sovuq o'tib qolgan o'xshaydi", dedi Yavuzbek otasining qo'lini tutib. "O'zlariga deydigan gapim bor edi." "Qani aytqin bolam", dedi Jalol shayx ikki qo'li bilan o'g'lining peshonisini surtib. "Sizlar to'g'ri debdikanlar ata. Men boqqa xato qo'nib qaptiman." "Demakchi bo'lg'uning bog' bino bo'lishdan ilgari Alloh egam u gulni parvish qilishni do'stim Pashshaxonga putibdikan." Jalol shayx bu gapni anglab jimib ketdi. Chunki u orzuliq o'g'lining ulug' Allohdan, o'zidan va Pashshaxondan bo'lak yaqinining yo'qligini obdan biladi. Shundaqla o'g'lining xarakterini besh qo'ldek tushunadi. Yavuzbek eg'ir bir tortgandan keyin so'zini davom qildi. "Boya meni qara besib qopti. Sizlarga aytay desam, u tush yuragimda turib oldi. Qandoq qilay ata?" "Yaxshilarni Alloh o'z panohida saqlaydi. Aytivergin bolam." Yavuzbek obiyam ko'rgan tushini dadasiga o'z ayni bayon qildi. Jalol shayx gap so'z qilmay uzun o'ltirib ketdi. Andin o'g'lining qo'lini tutib uning ko'ziga qaradi. "O'g'lim, yomon tush shaytondan, yaxshi tush Allohdan. Xotirjam arom olg'in. Ulug' Alloh butun xalqqa xotirjamlik ato qilgudek. Asoyishlik kunlar uzun davomlashgudek. Xizmatchidan dora tangshab kirgizay, qolgan gapni ata deyishayli bolam."
Jalal Shayx o'g'lining hujrasidan chiqqandan keyin xizmatchini chaqirib o'g'liga dora kirgizdi. Andin tahoratini yengushlab 2 rakat namoz o'qidi. Uzun duodan keyin o'ng yinini bisib uxlashga tamshaldi. U kechicha o'g'lining degan gaplarini o'ylab, yaxshi uxlay olmadi. Әтсі Jalal Shayx odatdagidan burun uyg'onib, namoz bomdaqqa tayyorlik qilayotganda, o'g'lining o'rnidan turganligini sezdi. O'g'lining o'ziga qilgan salom ovozidan uning sallamaza saqayganligini bilib, nihoyat xushal bo'ldi. Ular masjidga chiqishning oldida Yavuzbek dadasiga bir gapni dedi. Ota, bir talabim bor edi, desam ruxsat qila olamu? Quluqim senda, o'g'lim. Uzundan beri silik etmagan bir istikim bar edi. U bo'lsimi jahonning u qitiga berib, nazar ko'zimni ichib beqish. Anglasam, Yevropaliklar oyga chiqmoqchi bo'lib yetibdi. Ularning qator universitetlari dunyoning yer-yerlaridan o'quvchi elib yetibdimish. Xolislar men shu universitetlarga berib, tashnaligimni qondirsam deyman ota. Jalal Shayx qadamini to'xtatib, o'zini yetilab mangan o'g'lining qo'lini ikki alqinining orasiga oldi. Andin: "O'g'lim, sen o'ylaganni menmo burunla o'ylagan. Lekin sen yurak paramdan ayrilishga ko'zim qiymay, seni mushu kamgacha hech yerga avatmay, yenimda saqlagan edim. Ilim egallash biz musulmonlarga farz. Akşam etgan so'zlaring kechichi kallamdan ketmedi. Hey, buni hozircha deyishmay turayli. Uning ustiga Pashshaxonsini jinidan aziz ko'rdi. Bizning tumurimizda eqiyotqani turklarning qini. Menmo bugun sana aytay deb turgan. Allah yo'lida hijrat qilg'uvchilarni ulug' Allah o'z panohida saqlaydi. Barg'in balam, qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Ilim dengizidan unchilarni suzib, uni xalqqa so'ng'in. Mendin ansirmegin. Yavuzbek dadasining bu ishqa shuncha tez ma'qul bo'lganligini ko'rib hayron qoldi. Ham bu ishning tegiga yetolmadi. Ular masjiddan qaytib kirganda, xizmatchi odati bo'yicha masjiddan baldurla kirib nashtalik tayyorlayotdi. Yavuzbek azroq narsa yebla hujrasiga kirib birdam yetib olmoqchi bo'lib mangdi. Jalal Shayx o'g'lining hujrasiga kirib ketganligini jazmlashtirib, bo'lgandan keyin xizmatchini yiniga chaqirib past ovozda gap qildi. Birodar, o'g'lim bir oz yomon tush ko'rib qopti. Mening ko'rgan tushimni ancha yaxshi emas. Yaqinni beri qopiqim to'la tortib, ko'nglim oromida emas. Pat arada chaqmoq chiqib mo'ldir yog'digandekla bilinib qoldi. Shunga judun o'rlamasda balini orzusiga qondirayli. Anisi rahmatlikmu hayot chig'ida balaning o'qishi to'g'riliq she'rin orzularni qiladigan. Uning Yevropada ilim tahsil qilg'usi bor ekan. Avu sanduqda azroq bir narsam bor. Shuni tayyor qilg'in. Hozir berib bos sangunni izdayli. Chegaradan chiqish xetiga u mingib qolsa ajab emas. Shunda qilib ular at harvisi bilan saharda shaharga qarab mangdi. Quyosh o'rlamasda Jalal Shayx o'rnining oldida Pashshaxonning ishqa kelishini kutib turdi. Uzoq o'tmay Bassangunning maxsus kichik harbiy mashinasi xon o'rdisi oldidagi cho'ng saynada to'xtab, mashinadan Pashshaxon tushib keldi. Bir qo'lida tasvi, bir qo'lda hasa tutgan Jalal Shayx xizmatchisining yo'l boshlashi bilan mashina tarafga qarab mangdi. Pashshaxon o'zini azaldan izlab baxmagan Jalal Shayxni ko'rib, xuddi o'z otasini ko'rgandek xushal bo'ldi. U aldirab tenab, udul ularning oldiga bordi va Jalal Shayx bilan quchoqlashib ko'rishdi. Muborak qadamlari yetib qopti, ota. Yavuzbekka biror ish bo'lmagandu, dedi Pashshaxon Yavuzbekdan ansirab. Aslida Yavuzbek Malika Kunchechakning hinidan ayrilib, bazmiga bormay udul uyiga ketgan edi. Pashshaxon Yavuzbekning bir ketginicha kelmaganligini bilib, xizmatkordan nima ish bo'lganligini surishta qilgan. Xizmatkor uni izlab topolmay, uning uyi tarafga ketganligini anglab, Pashshaxonga aniq javob berish maqsadida heliqi jang etini Jalal Shayxning uyiga opirib bergach, Yavuzbekning mijozining yo'qligini, uning Pashshaxonning kayfiyatini buzib
qo'ymaslik uchun Podshohxonga deb qo'ymay uyiga ketganligini bilgan ham bu xabarni Podshohxonga yetkazgan edi. Yavuzbek u saqayıp ketdi o'g'lim. Ulug' Alloh sizni bizning bo'sug'imizga qadam tashlatqizgandan beri oilamizdan xushalliq ketmadi balam, dedi Jalol Shayx Podshohxondan minnatdor bo'lib. Lekin sizga deydigan jiddiy bir ishim chiqib qoldi. Shu sababdan yo'lingizga qarab turgan edim. Qani ayting ata, nima ishdi? Deb kelsam gap uzun balam. Yavuzbek onasidan kichik qolgan, ko'ngli yerim cho'ng bo'ldi. U bechoraning rahmatlik onasining orzusimu bolani nihoyat yaxshi tarbiyalash edi. Amdilikda ilm, bilim yangilanib, Mag'rib va Mashriq jonlanibdi. Uning Yevropadagi oliy maktablarda ilm tahsil qilg'usi bor ekan. Shu onasi rahmatlikning o'g'lining orzusi sababli ruhiy qo'rinib qolmasa bo'ladi. Şuna onun bu işini sizni hal qilib beramdikin deb huzuringizga kelivedim balam, dedi Jalol Shayx ko'ziga yosh ilib. Shu ishmidi ata, onunga o'zlarini avara qilish behojat qo. Yavuzbek o'zimning inisi, uning putiga tikan kirsa, albatta mening putim og'riydi. Uning orzusi mening orzuyum. Uni hepte ko'rsam yuragimning qanchalik etishilganligini ashu do'stlik mehrini salgan bir Allah biladi. Menchi bo'lsa uni hech yerga borg'izmaydim. Bo'pti, sizlar eg'iz ichibla ata. Uning yo'l tayyorligini qilsizlar. Hatta oxirgacha bütün ishlarni bitkizaman. Uning yo'l chiqimidan boshlab maktab va turmush chiqimlarigacha hammani o'zim bir qo'lliq o'rinlashtiraman. Qayerga chiqisi borligini maslahatlashgash tursizlar. Men öyleriga Xalq Universitetidan munosabatlik odam avatiman. Qolganiga shu maslahat beradi. Alloh rahmat qilsin balam. Har ras ata, meningmi sizdan o'tinigan bir talabim bor edi. Aytishdan uyulman. Sizmi o'zimni o'g'li balam, tortinmay aytavering. Bir qancha qitim Yavuzbekka puritib baqdim. İniqini desem xandonlikning harbiy kuchi nihoyatda kriz ichida qoldi ata. Vatan ixtisosliq harbiylarga muhtoj bo'lyotidi. Biz bolalarimizni diniy universitetlarga turkumlab yo'lga silyapmiz. Biroq ilg'or texnikalarni o'rgatidiganga bolamizni bermayapmiz. Bundaq ketaversak oqibatimiz yaxshi bo'lmaydi. Bo'lsa bizmi bolalarimizni harbiy universitetga avatib, ilg'or harbiy texnikalarni xalq ichida taraqqiy qildirsak bo'ladi. Mushu ish sabablik uyqu menga harom bo'ldi. Agar bu gapim ko'ngillardan o'ssa, otaning so'zini anglamaydigan bola yo'q. Silicha, dedi o'tinish talaffuz bilan Podshohxon Jalol Shayxning qo'lini tutib. Ko'nglimdagi gapni qilyapsiz o'g'lim. Payg'ambarimizning vatan iymon jumlasidan jannat qilishning ostida degan so'zlari yilimi aramizda kuchini yo'qotgani yo'q. Bo'pti, men uningga deb baqay, dedi Jalol Shayx ishonch bilan illiq kulimsirab. Ular orada aldıdılar ishni tugutib xo'shlashdi. Jalol Shayx Bossang'onning farzandlarcha qilgan muomalasidan apargan narsalarni qat'iy chiqarolmadi. Ham Podshohxondan cheksiz xo'sh bo'lib, yo'l bo'yi uningga duo qildi. 5-bob uchiq ketgan ko'zlar. Degandek hafta oxiriga qolmayla Yavuzbekning chet elda o'qish rasmiyati xalqning jiddiy ishi sifatida nihoyatda tez bejirilib, munosabatlik yo'l xati, xarajat qatorliq lozimatliklar uning qo'liga tegib bo'ldi. Uning garchi harbiy maktabda o'quvchisi bo'lmasa-mu, dadasining talabi shundaqla do'sti Podshohxonning yuzini deb Yevropadagi bir dangliq harbiy universitetda o'qiydigan bo'ldi. Jalol Shayx bu ishning shuncha tez hal bo'lganligidan hayron qoldi, ham cheksiz xush bo'ldi. Uning buncha tez, buncha baldir yo'lga chiqishini Bossang'on Podshohxon o'zi alohida ta'kidlaganlikdan, ular uni ata sahardala yo'lga silib qo'ymoqchi bo'ldi. Ularning uyi Yavuzbekning ana taraf jamiyatining tuqqanlari bilan to'ldi. Jalol Shayx dosh qozon isib, masjid jamoatiga nazir berdi. Ular uzoqdan uzoq Yavuzbekka oq yo'l tilab duo qilishdi.
Әтісі әттегенде Пашшахан bilan xo'shlashish uchun shaharga kirib ketgan Yavuzbek peshinga yaqin uyga qaytib keldi. Uning qapiqi silingan bo'lib, ko'ngli xafa edi. Jalol Shayx o'g'lining qaytib kelganligini bilib, uningdan gap so'radi. Song'un bilan ko'rishdingmi? Yo'q. Oldirashmikan ya? Chegaraga xizmat tekshirgili ketibdi. Undaqda xo'shlasholmabsan-da. Birə xət çəkmi qaldırmabdımı? Şunu deymen ata, o hər qancha aldırış bolsunmu bundaqlı getməydi. Onunğa birər iş bopdu, yoki məndə rəncibdi. Jalol Shayx o'g'lining Pashshaxonga naqadar amroqligini bilatdi. Shu sababdan o'g'lining qanchalik bearam bo'lganligini his qildi. Ondaqmı emasdi, balam. Bo'lmasa u bu ishlarni buncha tez bitkizib bermasdi. Seni chegara eg'izgacha apirdiganga maxsus mashina o'rinlashtirganini demamsina uning. Allah uni o'z panohida saqlaydi. Boshqacha o'ylamag'in, dedi Jalol Shayx o'g'liga tasalli berib. Yavuzbek bir oz tasalli topgandek bo'lib, eg'ilga mangdi. U eg'ilga kirib, Pashshaxon sovg'a qilgan jang etining beshini silab, do'sti Pashshaxonni xiyol qildi. Andin Malika kunchichakni o'yladi. Mushu tapda shash jang eti uning ko'nglini tushengandek, beshini muloyimlik bilan lingshitib, Yavuzbekka yaqinchilik qilyotdi. Yavuzbekning mangdigan kuni to'shdi. Әтісі әттегенде, Yavuzbek masjiddan yenib, onasining qabrisiga berib duo qildi. Andin uyga kirib dadisi va xizmatchi bilan quchoqlashib xo'shlashdi. Qara mashina uning uyi oldida uning chiqishini saqlab turadi. Xizmatchi bilan shopur chamadan somkalarni mashinaga o'rinlashtirdi. Shundoq qilib Yavuzbek yo'lga atlandi. Bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli, xayr xo'sh.